Bugün qo'yni narxi shu keskin tushib ketadi. Narlar yer bilan bitta bo'ladi, tirs like bosib turasizlar. Arzon bo'lsa otaga deb qo'yasizlar. 3 million tepasida qo'ylar 3 million pastga tushadi bugun. O'tgan safar qo'zilar sotdingizmi? O'tgan safar tugadi aka. Ammo dahshat bo'ldi. Like bosishdi, narx arzon bo'ldi. Bu safar mana ikkinchi qarishimiz narxlar yana yer bilan bitta bo'ladi. Barakasini bersin. Mana akalar, bu yog'ida qo'ylar. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y, qo'zi, qo'chqor ishqibozlari. Do'stlar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Sardorbek ukamizni xonadonlariga keldik. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylar bor ekan. Shularning narxini qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yasizlar, kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bugun hafta kuniga seshanba 15-aprel. Sardorbek do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilar assalomu alaykum. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Bugun soliq narxida qo'chqorlarga arzon bo'ladi narx. Agar Xudo xolasa bir o'zlaringiz baho berasizlar. Like faqat like. Gap yo'q. Xo'p, bugunga nechta keldi endi? 40 ta aka. 40 dona. Akalar qo'zilarni haqiqiy zo'radan yemga tayyoridan olamiz degan akalarimizga tashlab qo'yasizlar videoni. Ko'rishdan oldin bitta like deb bosib, keyin telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bayda nechta dedik? 40 ta. 40 ta. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hozir men narx aytaman, soliqni bo'ylashadi. Aka, lekin qo'chqor hammasi. Bular endi qachon yetib keldi? Kim bo'ldi yani? Sinov o'tkazgan. Yemishlarga bir hafta behijolat vaqt. Bularni kelganiga 2 kun bo'ldi. Demak, yemoq ichmog'i sinovda o'tdi. Mana bu zotga tavsiya qilaman, mana shuni mana. Ko'ring. Voy janavar mana. O'ta noyobidan. O'zini qarang, qulog'ini. Mana. Qulog'ini ko'ring, qulog'ini. Qulog'i ham butun ekan buni. Qulog'i ham butun, mana. Janavar. Haqiqiy ishqibozlarga akalar tavsiya qilamiz. Mana qo'ylarning holati ko'rib turibsizlar. Oqidanmi, sarig'idanmi, qora kashtanidanmi? Hamma rangidan bor. Hamma rangidan bor. Ichida bitta pandasini ko'rdik. O'shani bir ushlab ko'rsatib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Ana ishqiboziga bo'ynoqi bor ekan bir dona. Akalar, qo'zilar nima deyapti? Yoshlari necha oylik atrofida buni? 5 oylik ag'i bag'ida, aka, 4-5 oylik. 4 oylik, 5 oylik atrofida. Mana aka, hamda. Mana. Mana buni ko'ring. Shunisini bitta ko'rsatib qo'yaylik. Janavar mana nima deyapti akalar? Mana qo'zini qaranglar. Haqiqiy o'ta zo'r qo'zi. Xo'p, yoshlari necha oylik dedik? 5 oylik. 5 oylik ag'i bag'ida, aka. 5 oylik plus minus atrofida. Shunaqa. Bo'ylari-chi? Bo'ylari endi o'lchamaydi, aka. Ilojini boricha akalar tepasiga kelib ko'rib olishdi. Bo'yi sharaf emas buni. Bo'yi muhim emas aka. Asosiysi qo'y oyoq qo'l uzun bo'lsin, suyakli bo'lsin. Bog'i yurgan kelamiz bilishadi. U bo'yi o'sib ketaveradi. Buni ichida endi kasal kusali yo'q. Ha, hali mashinada qata bu yo'q. Mashinani hali kuzubi zo'r bo'lsa, hali tuning ishlarini o'zi qilib olaveradi. Bu ham shunaqa, oyoq qo'l uzun xohlasa, qo'ya endi pardozini o'zi qilib oladi aka. Gap yo'q. Endi borgandan keyin o'zlariga o'rgatib olishadi. O'rgatib. Dasturga aka Samarqandgacha emas. O'zbekiston bo'ylab. Buni endi maqtashdi kerak yo'q Sardorbek. Qo'y o'zini o'zi maqtasin. Narxi. Pulini aytaylik qanchadan? 3 milliondan. 3 milliondan. Nech pul o'tib berasiz? 200 ming o'tib beraman, bo'ladimi? 200 mingdan. Bir 2 million 800 ming. 800 mingdan. Dasturgasi ham chida. 2,5 million so'mdan bir Yo'q, yerga. aka, mana qo'ylar ko'ring, bu kichkina qo'zichoq emas mana. Mana bular ko'ring. 2 million 500 ming so'mdan mana. Yo'q, sizni ko'zingizga kichkina ko'rinyapti. Endi mana buni qo'y zo'r ajrasa chiqaradi bu mana. Bozordan berib qo'ymaydi-da. Bozorga shunaqa narxda bozorda bersa o'zimga olib kelsin aka, 100 olaveraman. Qara. Ketdimi? 26 da mayli. Mana 100 mingdan qo'shib berishadi. 26 emas, sizniki emas, meniki emas. 2700 ga beraman, yetkazib beraman aka. Dasturgasi ham ichida. Bitta ikkita 200 ming, 250 ming, 100 ming baqa bo'ladi. Barakasini bersin. Mana 2 million 700 ming so'mdan akalar. Ilmo qilsa aka, xayrga o'tib beraman. Yana o'tib beradigan joyi bor. Yana kam bor. 50 ming so'mdan o'tib beraman aka. 2 million 650 dan. 2 million 650 dan. Dasturgasi ham ichida, mana. 26 dan mana. Maydalashmasdan bir yerga 40 tasi. Faxriddindan ko'rdim deysan, 26 dan yetkazib beraman mana aka. Barakasini. Rozi bo'lib qo'ying. 2 million 600 ming so'mdan akalar. Mana, lekin qo'zilar baquvvati ham bor. Mana videoda ko'rib turibsizlar. Tepasiga ko'rib olsa yaxshi bo'ladi aka. Mana dumbasini ko'ring. Mana, jiyanalar ushlang shuni. Badani zo'r ekan lekin. Bularning ungilari olib qo'yilibdi, boqishga tayyor holatda. Mana ko'ring. Jiyanalar. Qo'yavering. Xo'p, donaga qanday bo'ladi? Donaga endi 200 ming, 100 ming baqa bo'ladi aka. 5 taga aytaylik narxini. Mana buni ko'ring. Bor ichida polvonlari bor. Mana. 5 ta olamiz deganlaring kami? 28, 27 bo'ladi, unisini telefonda kelishaveradi. Tanlashlarga qarab. Mana, oqni ko'ring. Mana. Oq tishqozlari oqidan ham bor. Mana buni dumbasi oq ekan. Ha, buni dumbasi oq. Narli kallasi oq buni.
Hamma juda Hop, bitta ikkita olamizga akalarimizga ham kelishilgan holda ketaveradi. kelishgan holatga yetaveradi aka. Gap yo'q. Xo'p, dastlabkamiz ikkita o'rtaq shu bittaga pul tashlashib olaman sen sotaveramiz aka. Zaksiya quloqni kesib bering sen sotaveramiz. qaygacha? O'zbekiston bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab Ketaveradi. ketaveradi. Qaysi viloyatdan telefon qilsalar ham akalar, O'ylanish bo'lmaydi. ko'rib turgan akalarimiz telefon qilib shoshilaverasizlar. Mana 40 ta dediga sonini 40 ta. 10 ta olamiz deganlar ham telefon qilsalar ham videolari tashlab beriladi. Shu narxda. Hadi ketaver shu narxda. 2 million 600 ming so'm. 1620 tasini olsin. Ana, bo'ladigan gapni dangal aytgan yaxshi. Xo'p, yana bormi? Telefon qilsa yana davom bor. Junlar oldirilyapti. Telefon qilsa xudo xolasa, obshi bir 75 tacha bor aka. So'raganlar uchun topib berilaveradi. Tashlab beraveramiz. Gap yo'q. Xo'p akalar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab Kanalga obuna bo'lib qo'ysin aka, arzonlar faqat bizda bo'ladi. Oxirigacha ko'rib akalar kuzatib xudo xolasa obuna bo'lib turasizlar.